Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Insoniyat tarixida sirli va kam o'rganilgan joylar, namoyish va shaxslarning oq dog'lari yetarlicha bo'lgan. Hozir siz bugungi kunda ham butun dunyoga sirligicha qolayotgan 5 ta odamni ko'rasiz. Temir niqob. 17-asr oxirida Fransiyaning qal'ali Bastiliya qamoqxonasi mahbuslari orasida qora barxtli niqob taqib yuruvchi sirli mahbus paydo bo'ldi. Keyingi afsonalar bu niqobni temirliga aylantirishdi. U hech qachon niqobni yechmas edi va u bilan gaplashish taqiqlangandi. Qamoqxona dokumentlarida saqlangan sirli mahbus haqidagi yagona ma'lumot bu uning tartib raqami. Mutaxassislarning ko'pchiligi bu mahbus muhim shaxs bo'lgan deb hisoblashadi, balki qirol oilasi a'zosi. U baribir shaxsini va qamalish sababini ma'lum qilmay o'ldi. Odam tanklarga qarshi. 1989-yil iyun oyida studentlarning Pekinda Tiananmen maydonidagi qarshilik namoyishida Xitoy hukumatı harbiy holatni e'lon qilishga majbur bo'ldi. Bostirish shafqatsiz tarzda bo'ldi. Hukumat kuchlari namoyishchilarga qarshi tanklar va o'q otar qurollarni ishlatdi. Suratda qochishni rad qilib, tanklar to'dasi yo'lini to'sgan noma'lum erkak. Bu videoda u aql bovar qilmas jasoratni namoyon qilib, nari ketishga chorlab, tanklarga qo'l siltayapti. Bu jasur o'g'lonning shaxsi va taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Hill Peris 1593-yil oktyabrida Filippinda Maniladagi ispan gubernatori hovlisida Hill Peris ismli qo'riqchi xizmat paytida bir soniyaga uxlab qoldi. Uyg'onganda esa notanish joyda edi. Meksikadagi ispan gvardiyasi formasini kiygan odamlar orasida. Ma'lum bo'lishicha, bir lahzada u Maniladan 9000 dengiz mili atrofida uzoqlikda bo'lgan Mexikoga o'tib qoldi. Hukumat va cherkovga iblisga xizmat qilmasligini isbotlash uchun Hill Peris Meksikaga o'tib qolishdan bir sutka oldin Manila gubernatoriga Xitoy dengizchilari hujum qilganini va u og'ir jarohat olganini aytdi. 2 oydan so'ng Mexikoga Filippindan ispan galeoni tashrif buyurdi. Uning jamoasi gubernator o'ldirilganini tasdiqladi. Sirli guvoh. 1963-yilda John Kennedy o'ldirilishi bilan bog'liq sirli shaxs. Prezident korteji o'tadigan yo'l yonida qandaydir ayol jarayonni kinokameraga muhrlagan. Ko'rinishiga ko'ra, u katta planda tergov jarayonida yordam berishi mumkin bo'lgan qotillikning detalli kadrlarini suratga olgan. Lekin na bu ayol, na uning kinoplyonкасы topilmagan. Oxirgi marta u boshqa kameralar obyektiviga tushib qoldi. Zina bo'ylab ko'tarilayotganda, birdaniga Kennedyning o'ldirilishidan so'ng. Burch. Bu Shimoliy Kaliforniya va San-Fransiskoda 1960-yillar oxirida harakatlangan seriyali qotil. U ochiqchasiga politsiyaning ustidan kulgan. Burch bu mahalliy gazeta nashrlariga yuborilgan xatlari seriyalarida qotil tomonidan ishlatilgan psevdonim. U qancha odamni o'ldirib ulgurganini yozib, o'zini maqtab yozgan kodlangan xatlarni yuborgan. Uning so'zlariga ko'ra, qurbonlar soni 37 ta bo'lgan. Biroq politsiya bu qotilga ishora qiluvchi bor yo'g'i 7 qotillikni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Qolgan qotilliklar ochilmagan. Burchning shaxsi bo'lsa, hozirgacha noma'lum. Do'stlar, agar mana shu mavzu sizga yoqqan bo'lsa, 3000 ta laykdan so'ng biz albatta uning davomini chiqaramiz. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Kelgusi ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr.